Assalomu alaykum mana hammaga. Mana bizda navbatdagi mashinamiz Haval Julion. Bu mashinaga metan qo'ysa bo'ladimi degan akalarimizga mana Haval Julion metan qo'yib beryapmiz. Bunga ustanovka jarayoni ketmoqda. Polsha original miya bilan X reduktor и Royal farsunka bilan akkuratni qilib qo'yib beryapmiz. Hozir ustanovka jarayoni ketmoqda. Bu mashinamiz metanda bemalol 300 kilometrdan oshiq yuradi. Orqa qismiga har xil variantda ustanovka qilsa bo'ladi. Hozir biz bu mashinamizga 3 ta 30 talik kichkina mayda balonlarni qo'yib beryapmiz. Akkuratni qilib. Bagaji ham bemalol joyida qoladi. Tepaga ko'tarilib qolmaydi. Qo'ligini qo'yganda bemalol yopilib turadi. Xohlasangiz bularga bitta 90 talik yoki bitta 100 talik balon qo'ysa ham bo'ladi. Bagaj yopilib qoladi. Bagajingiz bo'lmaydi keyin. Bu mashinamiz metanda ham, propanda ham yaxshi yuradi. Tanlamaydi. Agar propan qo'ydiraman desangiz, bu mashinaga 4 million 4,5 millionga ustanovka qilib beryapmiz. Hozir metanimiz xuddi shu tartibda ustanovkasi 7,5 million so'mga to'g'ri kelyapti. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastga qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Har xil turdagi metan, har xil mashinalarga metan o'rnatish xizmati mavjud.